told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Mido. Bu men. Hech nimadan xavotir olma. Seni deb keldim. Titi. Ha. Biroz uxlayman. Keyin uyga olib keting. Yaxshi. Bemalol uxlayver. Uxlagunimcha shu yerda qoling. Xo'p.
Ayting, mana bu odam ketsin. Mido, Avtohalokat tufayli miyadagi ma'lumotlar qorishib ketgan. Sabrli bo'ling. Hatto avtohalokatni ham eslolmasligi mumkin. Ba'zi bemorlar bir necha oy o'tibgina eslashadi. bir necha oy? Ular aniq eslay olishganmi? Ha, juda soz. Bo'ladi, yaxshi. Boshidan jarohat olganiga qaramay omadi bor ekan. Bir kun avval yomg'ir yoqqanligi tufayli yer yumshoq bo'lgan. Bosh miyaga qon quyilishi ham to'xtadi. Yaxshilab dam olsa, oyoqqa turib ketadi. Ikkinchi poyi kasalxonadami? Ha. Bering, o'zim olib borib beraman. Halokatdan oldin ham keyin ham yomg'ir yoqqanligi uchun izlar o'chib ketibdi. Bekatdan nega bu tarafga qarab yurgan bo'lishi mumkin? Oromgohlar boshqa tomonda. Bu yerda hatto ko'cha fonuslari ham yo'q. Bu yerga janob Xan chaqirdimikin? U bilan ham gaplashib ko'rish kerak. Opangni bilasan-ku. Agar uni birov chaqirmasa kelmas edi. Buni Mido sog'ayganida aytib beradi. Muammo mashinada. U urgan u g'oyib bo'lgan. Salom, biror nima ko'rmadingizmi? Ha, iltimos, aytib bering. Guvoh izlayotganingizni bilmagandim. Aslida mashinani kelishi g'alatroq edi. Uni rangini ko'rmadingizmi? Kumush yoki qora rangda, to'q rang edi. Ha, Qora yoki to'q kumush rang demoqchimisiz? Bu yerga tez-tez keladigan birontasi bo'lishi mumkinmi? Nega u aynan ko'cha fonusi yo'q yo'ldan yurgan? U yerda tez yurish ham mushkul. Qiziq. Qizim, turishing mumkin emas. Nima qilmoqchisan? senga turish mumkin emas, qizim. Nafas yetishmayapti. Toza havoga chiqmoqchiman. Shoshmay tur. Aravacha olib kelaman. Xavotir olmang. O'zim yura olaman. Ana ko'rdingmi? Tuzukmisan? Aravacha olib kelaman. Qimirlamay tur. Qani, sekin. Shunday. Qani. Ehtiyot bo'l. Mido. Biroz qimirlamay tur. Hozir dadangni chaqiraman. Azizim. Buni orqa miya shikastlanishi deyiladi. Halokat natijasida asab tolalari zarar ko'rgan. Bu holatda oyoq qo'l ishlamasligi yoki beldan pastda harakat bo'lmasligi mumkin. Hech qachon yura olmasligim ham mumkinmi? Bu eng yomon asorati. Ammo sezuvchanligingiz tiklanishi ham mumkin. Qachon? Buni ko'ramiz. 1 yildan keyinmi? Yo 10 yil kerakmi? Qachon? Aniq aytib bo'lmaydi. Sezuvchanlik sekin tiklanadigan jarayon. Umuman tiklanmasligi ham mumkin.
Yolg'iz o'zing chiqdingmi? Ichkariga kirasanmi? Toza havo yoqyapti. Unda yaxshi. Uyga qachon ketaman? Tez orada, xotirjam bo'l. Hozir yura olganim deydi. Sog'ayganingdan keyin oying Mijun bilan sayohatga borishni istaysanmi? Ha, xohlayman. Qayoqqa borishni istarding? Faqat samolyotda uzoq uchadigan joy bo'lmasin. Guam yoki Saypanaga nima deysan? Mayli. Aytmoqchi, yaqinda Guamda bo'lganding-ku. Rostdanmi? U yerga xizmat safari bilan borganding. Guamga borganingni eslolmayapsanmi? Kim bilan borgandim? Yolg'iz o'zing. Qaytishda esa birga kelgandik. Bitta samolyotda. Keyin uyingga kuzatib qo'ygandim. Yodingda bo'lmasa zarari yo'q. U yerda biron nima deganmidim? Yo'q. Unda biron nojo'ya ish qilganman. Aksincha, barchasini a'lo darajada bajarganding. Unda yaxshi. Qadrdonim Xantesan. Bu olamdagi yagona chin do'stim bo'lganing uchun birinchi bo'lib senga aytmoqchiman. Buni Janxiga aytish uchun jur'atim yetmayapti. Gap Janxi haqida. Men Janxini hayotini o'zgartirdim. U meni tug'ishgan ukam emas. Aynan u yerda kuzatuv kameralari o'rnatilmagan bo'lsa ham, unga yaqinroq joyda bo'lish kerak-ku. Halokat joyiga yaqin yerdan o'tgan qora yoki kumush rang mashinaga ko'proq e'tibor qarating. Uni topishimiz kerak. Kriminalistlarimizga jabrlanuvchi kiyimidan olingan rang namunasini berdik. Natijani kutaylikchi. Yozayotganlarimning bari haqiqat. Menga biron gap bo'lsa, iltimos, buni unga berib qo'y. Uchrashuvni qoldiribsiz. Nima bo'ldi? Uzr. Kutilmagan ish bo'ldi. Hozir Seulda. Uchrashuvimizdan muhimroq qanday ishingiz bo'lishi mumkin? Sevgilimni mashina urib ketdi. Yaxshi ko'rgan qizim kasalxonada yotsa, yuragimga uchrashuv sig'ishi mumkinmi? Unda qachon kelasiz? Avvalo uni ahvoli qandayligini so'rashingiz kerak emasmi? Qo'ng'iroq qilibsizmi? Demak, uni ahvoli joyida. Iltimos, 2 kun muhlat bering menga. Kechir. Bu meni aybim. Yaxshi uxladingmi? Ha. Titi, suv ichkim kelyapti. Suv bera olasizmi? Ha, albatta. Salom. Mana, singan ekan. Tuzatildi. Rahmat.
Qanday ochardim? Eslolmayapsanmi? M harfi emasmidi? Li Chanxi. Ovqatlanib kelay, keyin sizdan navbatchilikni olaman. So Mido. Eshitaman. Xayrli kech. Men Somido. Ha, tanidim. Siz Li Chanximisiz? Meni mashina urib ketdi. O'shanda shu raqamga qo'ng'iroq qilgan ekanman. Nega qo'ng'iroq qilgan bo'lishim mumkin? Ochig'i, xotiramni yo'qotdim. Hech eslolmayapman. Agar sababini aytsangiz, balki xotiram tiklanishiga yordam berarmidi? Siz bilan gaplashganim yo'q. Telefonimni ko'rsatishicha, sizga ko'p bor qo'ng'iroq qilganman. Telefonim ochiq vaqtida qilgan bo'lsangiz kerak. Nega o'chirib qo'ygandingiz? Quvvati tugagan bo'lsa kerak. Nima deb o'ylaysiz? Nega qo'ng'iroq qilgan bo'lishi mumkin? Bilmayman. Buni javobi faqat o'zingizda. Afsuski, hech nima eslolmayapman. Mayli, rahmat sizga. Li Chanxini taniysizmi? Ha, Yaxshi odammi? u eng yaqin do'stim. Nega unga qo'ng'iroq qildim ekan? Siz bilmaysizmi? Mido. Xotirang tiklanishini tezlatishga urinma. Kel, ozroq kutaylik. Odamlarni dabdurustdan so'roq qilish yaramaydi. Nega doim suv ichkim kelyapti? Apelsin sharbati keltira olasizmi? Ha, hozir olib kelaman. Unga ayting ketsin. Mido o'ziga kelishni istasang, ket. Hoziroq. U kelib qo'limdan ushlab oldi. Qo'rqib ketdim. U menga yoqmadi. Shunday qildimi? Ha. Keyin u doim nima deganim yodingdanmi deb so'rayveradi. Hatto boshimga ham tegdi. Uni boshqa yonimga kiritmang. Mido, Janxini eslolmayapsanmi? Janxi? Chindan ham tanimayapsanmi? Yo'q, tanimayapman. G'alatiroq ekan.
Yonimga kirishiga qo'ymang. Xo'p, kiritmayman. Xotirjam bo'l. Uni eslolmayaptimi? Yo'q, umuman tanimayapti. Yaxshi bo'pti. Oilasi, do'stlari va sizni taniganini o'zi yetarli. Tashvishdan qutulibmiz. Eslatganim uchun uzr, ammo opam uni yoqtirardi. Shuning uchun o'rtalarida mojaro chiqqan edi. Nahotki shuncha narsani eslolmasa? Amerikadagi otishma esingizdami? Bir talaba o'sha voqea sabab xotirasidan ayrilgandi. Tahlikali holatlarda miyamiz o'zini asrash uchun xotirani qulflab qo'yadi. Ammo qizim Janhini eslay olmasligi mutlaqo boshqa vaziyat. Unga ko'ngil qo'yishi ham oson bo'lmagandir. Sizga pand berib qo'yganidan o'zini aybdor his qilayotgan bo'lsa ajabmas. Nimalar deyapsan? U o'zida emas. Mido sog'ayib ketishi kerak. Keyin haydovchini topamiz. Balki Midoni xotirasi eng baxtli bo'lgan kunlariga qaytgandir. Biron nima yeging kelyaptimi? Yo'q. Guruchli shirinlikchi. Siz achchiq ta'mli narsa yeya olmaysiz. Bu yodingda ekan. Telefondagi qo'ng'iroqlarim va xabarlarimni hammasi o'chib ketibdi. Bilmay o'chirib yuborganman shekilli. Xotiram bir ishlab, bir ishlamayapti. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xavotirlanma. Mido bilan biroz gaplashishimga izn bering. Qani? Yaxshi uxladingmi, Mido? Iltimos, bizni xoli qoldiring. Ketmang, yonimda qoling. Nimani gaplashmoqchisiz? Qo'rqyapsanmi? Nimadan? Janob Xandan qo'rqyapsanmi?
Nima haqida gapirayotganini tushunyapsizmi? Janki, uni ahvolini og'irlashtirma. Bu esingdami? U eslolmayapti. Mido. Yana yurib ketasan-ku, to'g'rimi? Mayli, meni eslama. Ammo yana oyoqqa turishing va yura olishing kerak. Xo'pmi? Xo'p. Bezovta qilganim uchun uzr. Titi. Nima? U meni yoqtirarmidi? Bilmayman. Tezroq tuzalib, uyiga qaytgim kelyapti. Mayli. Hozirroq uxlab ol. Midoga g'amxo'rlik masalasini menga qo'yib ber. Borib Gonkongdagi ishlaringni hal qilaver. Janob Xan. O'sha voqea bo'lgan kecha nima qilayotgandingiz? Midoni kun bo'yi mazasi bo'lmadi. Nega kutilmaganda o'sha joyga borgan? Nega to'satdan mashina urib ketdi? Mendan shubhalanyapsanmi? O'sha kuni nima qilayotgandingiz deb so'radim. Dala hovlida edim. Nega ish kuni u yoqqa bordingiz? Videoni ko'rib larzaga tushganingiz uchunmi? Midoning gaplarini noto'g'ri tushungan bo'lishingiz mumkin. O'lsa qo'yib yuboradi deganda u o'ldirishni nazarda tutmagandi. Menga farqi yo'q. Sendan izoh so'ramayapman. Uni tunda siz chaqirganmidingiz? Yo'q. Midoni sen qo'ng'iroq qilib chaqirganmiding? Ha. Keyinchi. Taxminlaring to'g'ri. Buni men qildim. Nega bunday qilding? Nega? Buni o'zing ham xohlagan eding. Janhi ikingiz ham menga jondan azizsiz. Bu rishtalar uzilib ketishiga qarab tura olmasdim. Nima qilib qo'yganingni tushunyapsanmi? Politsiyaga qo'ng'iroq qilishim mumkin.
Aybimdan tonmayman. Jankini o'ylamadingmi? O'z ukam do'stini qallig'iga ko'z olaytiradigan pastkash bo'lishiga yo'l qo'ya olmasdim. Bu sirni bir kun Janhiga aytishim kerak. U tushunadi. Albatta tushunadi. Ahmoq, nega bunday qilding? Somido yo'q bo'lishini xohlamaganmiding? Vaqt kelganida Janhiga o'zim aytaman. Somidoni ahvoli qanday? O'ziga keldimi? Qayoqdan eshitdingiz? Idorangizdagilardan. Han ish joyida o'tirish o'rniga kasalxonadan beri kelmayotganmish deb eshitdim. Qanday qilib mashina urib ketibdi? Buni eslolmayapti. Halokatni ham, u yerga nega borganini ham. Uni bir ziyorat qilsam bo'larkan. Bu qanday yuz berganini bilmaysizmi? Qayoqdan ham bilishim mumkin. Mendan so'rayotganing g'alati. Vitse-prezidentdan koreychani qayerda o'rganganini so'radingmi? Otasidan o'rgangan ekan. Otasi ham o'zi kabi 4 tilda so'zlashadi. Tushunarli. Endi siringizni ocha olasizmi? Taysanni ukasi asrab olingani va keyin bu hujjat bekor qilingani haqida bilib qoldim. Xullas, uni qaytadan bolalar uyiga topshirishadi. Ammo biroz vaqt o'tgach, bolani Gonkonglik biznesmen o'g'il qilib oladi. O'sha biznesmenning ismi Chan Jimyon. Unda Roy Chan Yo'q. Han Temin o'ldi deb qo'ng'iroq qilingan. Qilgan odam esa o'zini qarindoshiman deb tanishtirgan. Unga uka asrab olishgani haqida biror nima eshitmadingmi? yolg'iz o'g'il ekanini aytdi. Lekin shaxsiy masalalar haqida gaplashadigan holat bo'lmadi. U juda sovuqqon odam. Xayolimga kelgani shuki, Roychanni asrab olingan ukasi bo'lgani va bu Han Temin, balki koreychada bemalol so'zlashishining sababi boshqadir. Yoki Roy Chan bu Han Teminmi? Topding. Mido, sizni ko'rgani keldim. Qanday qilib mashina urib ketdi? Xo'sh, meni taniyapsizmi? Bu yerda nima qilyapsan? Mido haqida eshitib qolgandim, ko'rgani keldim. Sizni bu yerda ko'rib hayron qoldim. Ajrashib ketgansizlar deb o'ylagandim. Kelganing uchun rahmat. Boshqa safar ko'rishamiz. Kasal ko'rgani kelgandim. Siz bo'lsangiz haydayapsiz. Mayli, sog'ayib keting, Somido. Aytmoqchi. Sizni urib ketgan mashina qora rangda emasmidi? Eslolmayman. Afsus. Nega so'rayapsan? Yoki o'sha mashinani siz boshqarayotganmidingiz? Tasavvuringizga qoyil. Demak, meni eslashga urinyapsiz. Tezroq sog'ayib keting. Faqat o'shandagina haydovchini tutishga muvaffaq bo'lamiz. Yaxshi boring. Ayol kishini eshikkacha kuzatib qo'yish joizligini bilsangiz kerak. Kelasan deb o'ylamagandim. Yaqinda sizni ko'rish uchun dala hovliga borgandim.
Qalbi parchalangan odamdek g'amgin o'tirgan ekansiz. Rosa yuragim achidi. Ko'rib xursand bo'ldim, ammo o'shanda sizni bu ahvolga solgani uchun Somidoni o'ldirgim keldi. Xayr. Somido falokati buni siz buyurdingizmi? Hazilni bas qil. Chanxini qora mashina yonida turganini ko'rgandim. Eski qora mashina. Unga siz topshiriq bergansiz deb o'yladim. Ba'zan mehribon bo'lib qolasiz. Haqiqiy Xanteysan mana shu. Sizni yaxshi bilaman. Chunki bir-birimizga o'xshaymiz. Bu yerga qadamingni bosma. Urib qochgan mashinani tez orada topasiz degan umiddaman. Birovga sotmayman. Xotirjam bo'ling. Xudo ishimizni o'ngladi. Mana, tez kasalxonadan ham chiqib oldik. Midoni sizga topshirdim. Men idoradan bir xabar olib kelay. Mayli, boravering. Biron nima yeging kelsa, yozib yubor. Rahmat. Men narsalarni joylashtiraman. Xonasi qaysi? Anavi. Oyi, uyimizdagi ta'mirlash tugadimi? Deyarli. Ammo zinadan chiqib tusha olmaysan. Tuzalguningcha shu yerda qolganing ma'qul. Uyimiz ta'mirlanayotgani esingizda ekan. Bugundan boshlab marketing bo'limida faoliyat olib boraman. Shunga salomlashish uchun kirdim. Men bo'lmaganimda uni o'zing o'ldirarding. Bunga imkon berishing kerak edi. Janhiga jabr bo'lmasdan avval bir yo'lik qilay dedim. Senga pand bermasligi, Janhini aldamasligi kerak edi. Bu sirni go'rimga olib ketaman. Mashinani nima qilding? O'zim bir yo'lik qilaman. Janhi uni izlayapti. Shokoladli va mazali djemli panki domboq oladyi. Keyinroq kiraymi? Yo'q, kelaver. Osiyo Star jo'natgan hujjatlarimizga ijobiy javob beribdi. Ular bizni jiddiy kompaniya deb hisoblashgan ko'rinishadi. Yaxshi. Ular bilan 2 kundan keyin ko'rishaman. Ancha foydali kelishuvga erishishimiz mumkin. Barakalla. Yaxshi ish ko'rsatding. Bo'shaguncha vazifamni ado etishim kerak. Gapingni o'ylab gapir. Bu yerda nima qilyapsiz? Bugun birinchi ish kunim. Salomlashgani kirdim. Yuring, tashqariga chiqaylik.
Chanxi. Bir daqiqaga mumkinmi? Nima bo'ldi, oshna? Birinchi ish kuningda meni yo'qlaging keldimi? Pullar qani? Tushunmadim. Yana birjada o'ynadingmi? Shuncha pulni qayerdan olding? Qaysi pulni? Pullar qani? Hammasini boy berdingmi? Quloq sol. Janhi o'zini ko'rsatyapti. Men ham qo'l qovushtirib o'tirgim kelmadi. Aldama. Rost. Men ham harakat qildim. Bir hafta ichida barcha pulni topasan. Yo'qsa tez senga aytaman. Oshna, Pul joyiga qaytmasa, qamoqqa jo'naysan.